Hammaga salom do'stlar. Bugun mutaxassisligimizda juda ham og'riqli bo'lgan mavzuni ko'taramiz. Ya'ni katta chekka proyekt olish. Hozir ko'pchiligimizda $300, $200, balki kimdadir $100, xullas $500 gacha proyektlar bor va biz u proyektlarni kattaroq chekka ko'tarish niyatidamiz. Agar kattaroq chekka ko'tarmasak, bu proyektlar bilan uzoq ishlay olmaymiz, chunki o'sha bozor o'zgaryapti, narxlar ko'tarilyapti. Biz hali ham shu proyektlarda ishlashda davom etamiz. Aynan shu muammolarni yechish xohlasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga qisqacha qilib videoda tushuntiraman, qanaqa proyektlaringizni narxini ko'tarsangiz bo'ladi. Meni birinchi marta ko'rib turganlar uchun o'zimni tanishtirib o'tib ketishim kerak. Ismim Aziz Abdumajidov, foyda marketing asoschilaridan biriman. 20 tadan oshiq xodim bilan ishlaymiz. Undan tashqari, hozirgi vaqtda 22 ta katta proyektlar bilan ishlaymiz. 50 dan oshiq insonlarga ustozlik qilganman SMM Digital Marketing bo'yicha va oxirgi 1,5 yilda foyda marketing agentligimiz oboroti $60,000 dan oshgan. Marketingdagi o'zimni yo'lim haqida aytib beradigan bo'lsam, men 2020-yil o'zim Xitoyga topshirganman va keta olmaganimdan keyin karantin tufayli SMM ga o'qishga niyat qilganman va o'sha qolgan hamma pulimni yig'ib SMM ga o'qiganman. Lekin karantin, men optsizman, ya'ni tajribam yo'q, lekin qo'limda diplomim bor, ish topa olmaganman. Deyarli 56 ta joyga 1 yil davomida boraverganman. Meni ishga olishmagan, sababi optim bo'lmagan. Keyin yilning oxirida dekabr oyida taxminan meni Elmakon kompaniyasiga chaqirishgan va u yerda menga narx pechat qilish pozitsiyasini ishini taklif qilishgan. O'sha payt menga yo 750 ming yo 850 ming oylikni taklif qilishgan edi va men boshqa ishim yo'q. Erkak kishi, o'g'il bola uyda o'tirish kerak emas, rozi bo'lganman. Va natijada oddiy pechatchidan digital marketing bo'limi rahbarigacha ko'tarilganman 3 yil davomida. Keyinchalik Elmakondan tashqari Samsung, Xiaomi, Honor va Azbis xalqaro brendlari bilan marketing bo'yicha ishlaganmiz. Moliyaviy natijalarga keladigan bo'lsak, ushbu 5 yil ichida o'zimning kasbimning orqasidan nafaqat o'zimga kiyim-kechak, balki shu shaxsiy uyimizni, mashina va yaxshi daromadni qo'lga kiritdim. Endi sizlar so'rashingiz mumkin, marketingda ko'tarilishiga asosiy qanaqa faktorlar bor deb. Birinchisi bu bozorga to'g'ri vaqtda kirib kelganman. Ikkinchisida atrofimdagi odamlar va menga ustozlik qilgan odamlar juda ham katta rol o'ynashgan. Va undan keyin eng asosiy narsa bu mehnat va endi mehnat. Atrofingizda qanchalik yaxshi odamlar bo'lmasin, qanchalik ustozingiz zo'r bo'lmasin, agar siz o'zingiz ustingizda ishlamasangiz, ozgina o'zingizni stressga solmasangiz, ishingiz gullamaydi. Xo'p, undan tashqari jamoa va fikrlash. Nimaga jamoa? Chunki biz jamoa yig'ayotganda har doim o'zimizdan qaysidir skilli kuchliroq bo'lgan bolalarni olamiz va shu tufayli o'zimiz ham ularga yetib olishga harakat qilib, shaxsiy o'sishni kuzatamiz. Fikrlash bu o'sha har xil kitoblarni o'qish, podkastlar, insaytlarni kuzatib borish. Loyihalarga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda 22 ta loyihani olib boraman deb aytdim. Undan eng mashhurlari hozirda UPG, Crafers, Vero, Enoch, Penta proyektlari. Ushbu proyektlarda biz ancha yildan beri ishlaymiz va bizni o'rtacha LTV, ya'ni ishlash muddatimiz har bir proyektdan 10 oy. O'rtacha bozorda bu 3 va 6 oyga to'g'ri keladi. Lekin bizda kommunikatsiya va yaxshi proyekt menejerlarni ishga olganimiz sababli bizda ko'z tegmasin, proyektlarimiz uncha-muncha chiqib ketmaydi. Xo'p, undan tashqari o'zimning mentorlik dasturim bor. 2 marta ushbu dasturni qo'llaganmiz va bu dasturga kimlar to'g'ri keladi? Bu SMMdan marketingga o'tmoqchi bo'lganlar, marketingdan daromadini 2x oshirmoqchi bo'lganlar, qimmat chek va agentlik ochmoqchi bo'lganlarga to'g'ri keladi. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, o'zi qanaqa qilib sizda hozir bor proyekt $500 proyektni $2000 ga ko'tarsak bo'ladi. Ushbu mavzuni boshlashimizdan oldin izohlarda qaysi proyektlar bilan va qanday chekka ishlashingizni yozib o'tishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki men bu izohlarni o'qib, balki sizga shaxsiy xabaringizga yozarman. Aka, mana bunaqa proyektingizda mana bunaqa muammoni yechsa bo'ladi. Ya'ni bu narsa orqali siz o'zingizga shaxsiy konsultatsiya yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Birinchi formula bu before after bridge sotuv formulasi. Bu formula qanaqa ishlaydi? Before bu mijozni hozirgi og'riqli muammoli holati va after u erishmoqchi bo'lgan ideal natija va o'rtada sizni qilib beradigan ishingiz, servisingiz va bunga olinadigan summangizni nazarda tutganmiz. Bridge mana aytib o'tganimdek, sizning mahsulot, xizmatingiz bu o'zgarishga qanday ko'prik bo'ladi? Ya'ni siz mijozni A nuqtadan B nuqtaga olib o'tadigan inson va servis berishingiz kerak. Masalan, hozir siz $500 ga dizayner xizmati, SMM manager va targeting xizmatini sotasiz. Natija esa o'rta va o'rtadan yuqori. Chunki yaxshi natija bo'lsa, sizga chekni o'zi, mijozni o'zi ko'tarib beradi. Lekin mijoz sizga katta summa berishga rozi emas, chunki nima berishingizni bilmaydi, sizda esa inisiativa yo'q. Ko'pchilik mutaxassislarda shu xatoni sezganman, ko'zida inisiativa yo'q. Ya'ni o'zi umuman
taklif bilan chiqmaydi. Unda proyekt bor, bu proyekt 3-4 oy ishlashni biladi va shu proyekt chiqish muddatigacha pulini olib ishlab ketish niyatida yuradi. Aslida unaqa bo'lishi kerak emas. LTV ni cho'zish uchun siz har doim mijozga yangi ideyalar, yangi inisiativa berishingiz kerak va hozirgi savdosini qanday qilib ko'tarib berishni har oy prezentatsiya qilib ko'rsatsangiz, chekingizni stabil ko'tarib boraverasiz. Siz nima qilasiz? Mijozga qo'shimcha qadriyat berish va before after bridge formulasini qo'llaysiz. Nimaga ushbu formuladan keyin mijoz sizga yo'q deya olmaydi? Birinchisi, stabillikni yo'qotishdan qo'rqadi. Ikkinchisi, taklifingizni sotuvga to'g'ri ta'sir qiladi va uchinchisi, o'zini qarzdordek his qiladi. Biror bir odamga vaqt ajratib prezentatsiya qilganingizdan keyin bu odam sizga yo'q deyish imkoniyati juda past. Eng yomon holatda sizga o'ylab ko'raman, keyinroq javobini aytaman degan javob kutib turibdi. Before after bridge formulasiga tayanib, hozirgi servisingizdan va hozirgi natijangizdan kelib chiqib, keyingi B nuqtani mijozga ko'rsatib berishingiz kerak. Buni prezentatsiya qilasiz. Buni qanaqa qilasiz o'zi? Prezentatsiyada hozirgi muammolarni yozib chiqishingiz kerak. Misol uchun, savdoni pastligi yoki savdoni o'rtacha qanaqa bo'lishi, nimalarga tayanganligi, qanaqa faktorlar orqali savdo bo'layotgani va qaysi kanallardan yana savdo qilsa bo'lishini yozishingiz kerak. Ya'ni muammolarni yozib, hozirgi servisingiz narxini yozib va bu muammoni siz qanday qilib yechib bermoqchiligingizni yozishingiz kerak. Masalan, litlar sonini 2x ko'paytiraman. Qanday qilib? O'sha yo'lni siz mijozga maksimal chizib yozib berishingiz kerak. Undan tashqari, ushbu nuqtaga yetishingizga sizga nimalar kerak bo'ladi? Hozir aytaylik, siz $500 sotib olasiz o'zingiz servisingizni va siz bu servisni narxini $1000 yoki $800 gacha ko'tarmoqchisiz. Va ushbu bridge formulasi orqali siz berayotgan usluga, ya'ni xizmatlaringizga qadriyatni qo'shasiz, qadriyatga natijani qo'shasiz va qarabsizki, sizda chekingiz ko'tariladi. Bu eng oson va nima deydi, ko'p qo'llaniladigan formula, lekin ko'pchilik ushbu B nuqtaga yeta olmayman, inisiativa yo'q, mijoz menga yo'q deydi degan sabablarni o'rtaga qo'yib, chekini ko'tara olmaydi. Keyingi yo'limiz bu kafolat yoki natija. Agar 10,000 obunachi bo'lmasa, 20% okladni bermaysiz. Lekin agar 10,000 obunachi bo'lsa, 15% qo'shib berasiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana bir marta o'qing. Men tushuntirishda davom etaman. Bu yerda sezgan bo'lsangiz, mijoz 5% yutyapti. Ya'ni agarda siz 10,000 obunachi bo'lmasangiz 20% okladni sizga bermaydi. Siz o'zingizni o'sha topadigan summangizdan 20% kamroq olasiz. Agar KPI, ya'ni o'sha 10,000 obunachini siz amalga oshira olsangiz, 15% ko'proq olasiz. Ya'ni bu yerda siz ham kichkina yutqizyapsiz, mijoz ham kichkina yutqizyapti, lekin mijoz sizdan 5% yutayotganning hisobiga bu taklifingizga yo'q deya olmaydi. Nimaga yo'q deya olmaydi? Tadbirkor doim puldan yutgisi keladi va ikkinchisi natijaga harakat qilishingiz hissi uyg'onadi. Tadbirkorlarda shu narsa bor, ular ishchilarga qanday qaraydi? Ya'ni bu ishchi ishlayapti va kamdan kam bu inson o'zini jonini beradi. Xuddi men o'zimning kompaniyamga jonini bergandek. Agar siz mana shunaqa taklif bilan chiqsangiz, kafolat yoki natija taklifini bersangiz, o'zingizni haqiqatan proyektga nima deydi, natijaga erishishni ishonayotganingizni bildirsangiz, bu mijozga juda ham yoqib tushadi va eng asosiysi, u bu yerda puldan ham yutyapti. Bu sizga yo'q deyish koeffitsiyentini juda ham past qilib beradi. Razbor sifatida sizga Presko proyektimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bizdan oldingi ishlagan jamoa taxminan $700-800 ishlagan jamoa bo'lsa kerak. Endi birovni ishini yomonlash bu yomon. Ularning ishini yomon demoqchi emasman. Prosta ular ham o'zini maksimumidan kelib chiqib ishlashgan. Kuniga adashmasam 100 ta 200 ta litlar qilishgan. Ya'ni shunaqa sredniy holatda ishlashgan va ular buni maksimum deb o'ylashgan. Keyin ba'zi bir holatlar yuzaga kelgan, kelishmovchiliklar va Presko proyekti rahbarligi bizga, ya'ni foyda marketingga chiqishgan Akbar aka orqali. Hozirda bizda kuniga litlar soni 300 tadan oshiq, 400 taga yaqin va bizga oxirgi oyda plan qo'yilgan edi, ya'ni shu Qurbon hayiti va iyun oxirigacha 900 tadan oshiq oyoq massajyorlarini sotish. Hozirgi vaqtda 25-iyun zapis kuni ekan, 25-iyungacha biz 85% ushbu planni tugatib qo'yganmiz. Ya'ni oldinlari maksimum 100 ta, 200 ta, nari borsa 300 ta sotilgan bo'lsa, oyoq massajyorlari hozir уже 700 tadan oshib ketdi. Ya'ni agar sizda jamoa tayyor bo'lsa, ushbu nuqtaga yeta olishingizni bilsangiz, tahlilni yaxshi qilsangiz va o'zingizda A tochkadan chiqib turib B tochkani yaxshi belgilab olsangiz, siz chekingizni bemalol ko'tara olasiz. Bu natijaga bog'liq. Esingizda turish kerak bitta narsa, biznes egasi bilan har doim raqamlarda gaplashish kerak. Uje biznes egasi hozir SMM mutaxassis bilan
SMM mutaxassisi farqiga juda ham borib qoldi va agarda siz quruq va'dalar beradigan bo'lsangiz, maksimum 1 yoki 2 oy ishlashingiz mumkin. Lekin agar xarajatlar bo'ladigan, siz ola oladigan summa va biznesmen ishlay oladigan sof foydani ko'rsatib bersangiz, siz как minimum 1 yil ishlay olasiz. Bu sizga kafolat berilgan. Natijaga hamma narsa bog'liq. Endi siz so'rashingiz mumkin, ushbu proyektda nimalar qildinglar? Detalni aytib berdim. Qisqacha aytib o'taman. Birinchi o'rinda biz nima qildik? Content marketingni kuchliroq qildik. Biz aynan Qurbon hayitiga qadriyatli blogerlarni olib chiqdik va ularni narxi qimmat bo'lib ketmasligi uchun, ya'ni kompaniyani ham cho'nchagini o'ylagan holda ularni faqatgina biz uchun videoga tushib berishini so'radik. Va shu bilan birga biz ularning narxini 2x tushirdik. Masalan, oddiy o'sha blogerimizni aytaylik, A blogerimizni deylik, $500 ga chiqib beradigan bo'lsa, biz uni $200 ga gaplashdik. Chunki u o'zida repost qilmaydi, stories, reels qo'ymaydi, faqatgina biz uchun kelib aktyor sifatida tushib beradi va shuni hisobiga biz ham savdoni ko'tardik, ham o'zimizning xarajatlarni kamaytirdik. Bu birinchi qilgan ishimiz content marketingda. Undan tashqari, bilsanglar, Ulug'bek, ya'ni Mittimiylar jamoasida ona rolida chiqadigan bir Mashhur opa ismli onaxonimiz borlar. Aynan o'sha onaxonni videolarimizga chaqirdik. Bizda nima bo'ldi? Brainstorm qilib o'tiribmiz jamoa bilan. Ya'ni shu ona mavzusida kimni chaqirsak bo'ladi. Hammani fikriga shu Mittimiy jamoasidagi onaxon obrazi keldi va biz qiziqdik. U onaxon o'zini necha pulga chiqarganlar, qanaqa chiqib berarmikanlar. Administratorlarni topdik, telefon qilsak, hammasi biz o'ylagandan ancha oson ekan. Ya'ni juda ham xushchaqchaq, yaxshi ayol keldilar, 3 ta videoga tushib ketdilar va o'sha 3 ta videomizning prosmotri o'rtachadan 2x barobar bo'ldi. Sababi ularni o'zi ko'pchilik taniydi. Mittimiy videolar ularni mashhur qilib qo'ygan va ushbu odam nimanidir taklif qilsa, nima deydi, reklama qilib chiqsa, odamlarda o'sha nima deydi, ishonch hissi 2x uyg'onadi. Yana asosiy kontentdan qilgan ishlarimizdan bittasi bu o'sha mijozni o'dziv, ya'ni mijozni har bitta olgan odamdan biza video shaklida o'dziv olaverdik va buni Telegramga, aktualniga, istoriyaga, yaxshiroq chiqsa reelsga ham qo'yaverdik. Bu odam chaqiradi effekti bor, ya'ni o'sha bizadan massajyor xarid qilmoqchi bo'lgan odam qiziqdimi? Qiziqish bildirdi, call centerga telefon qildi, sotuv otdelida u bilan bog'lanishdi va kimlar olgan, qanaqa menga kafolat bera olasizlar degan savoliga biz videolar orqali javob berdik va shu orqali savdoni ko'tardik. Keyingisi biz leadlarni 2 barobar ko'paytirdik. Buni qanaqa qildik? Oddiy targetdan tashqari biz har bitta mijoz portretini chizib chiqdik. Birinchi bizning mijozimiz bu oyoq og'rig'i bo'lgan onaxonlar, otaxonlar. Ularga отдельный target qildik. Ikkinchisi bu chet elda yurgan va onasini ko'ra olmayotgan, onasi bilan kam kommunikatsiya qiladigan farzandlar. Biz ular uchun spesialniy emotsionalniy video qildik. Shu onangizni ko'rib keling, onangizni hurmat qiling, qadriga yeting, ularni yaxshi ko'rsangiz massajyor bering degan videolarni qildik va bu juda ham zo'r ishladi. Va uchinchisi bu bayram, ya'ni har bitta bayramda onaga nima sovg'a qilish degan fikr kelganda massajyor birinchi o'ringa chiqishini biz ta'minlab qo'ydik. Ya'ni o'sha Qurbon hayiti bo'ladimi yoki bo'lmasam yangi yil bayrami bo'ladimi, hammasida biz odamlarga onaga sovg'a berish kerak. Birinchi o'rinda ona degan narsani berdik va ham farzandlar tomonidan, ham onalar o'zi xohishi bilan, ham chet elda yurgan odamlar bizga savdoni 5x ko'tarib berdi desak ham bo'ladi. Ushbu qilingan ishlar bizning chekimizga qanaqa ta'sir qildi deb so'rashingiz mumkin. Biz bu proyektni bittada yaxshi chekka olganmiz. Sababi ko'rib turganingizdek, har xil podxodlar qilib biz savdoni aniq oshirib berdik va mijoz oldida yuzimiz yorug' bo'ldi. Ikkinchidan, biz bu mijozga nechadir oy davomida shunday stabil yaxshi natija ko'rsatganimiz tufayli bizni u boshqa biznesmen do'stlariga, tadbirkor tanishlariga taklif qiladi va biz уже bu yerdagi opitimiz bilan ularni ham katta chekka olish imkoniyatimiz juda ham yuqori. Chunki biz katta chek etganimizdan keyin u tadbirkor mijoz qaytib ushbu tadbirkorga chiqadi va so'raydi, o'zi bu pulga ishlay oladimi, bu pulimni men investitsiya sifatida qaytarib ola olamanmi degan savol beradi. Va vaholanki mana bu mijozlar biz ularga natija qilib berganmiz, ular javob beradi ha deb. Va ko'rib turibsizki, biz avtomatik tarzda katta chekka mijozlarni birinma-ketdan olishni boshlaymiz. Ikkinchi keysimizni Strobar Instagram akkaunti bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerda qanday ahvol edi.
biz kelishimizdan oldin Strobar akkauntini Strobarning o'zini ichki ofisidagi xodimlari yurg'izishgan va natijasi yomon bo'lmagan. Ya'ni o'sha aytib o'tgandek, o'rtadan biroz yuqoriroq bo'lgan balki. Keyin bular bizga Crafers orqali chiqishgan. Ya'ni Crafersda yaxshi natija qilganimiz uchun, Crafersni mashhur qilib, nima deydi, Instagramni yurg'izganimiz uchun bizga ham shunday kontent qilib beringlar, bizga ham mana shunaqa savdoni ko'taradigan aksiyalar qilinglar degan taklif bilan chiqishgan va biz albatta rozi bo'lganmiz. Chunki birinchidan Strobarni o'zimiz ham tanovul qilamiz, o'zimizga yoqadigan brend. Ikkinchidan bu bizni keyslarga yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni biron kishini oldida biz Strobarni, Crafersni yurg'izamiz desangiz, katta ehtimol bilan sizga ishonch paydo bo'ladi. Xo'p, bizdan oldingi jamoa oylikka ishlangan va biz bu yerga avtomatik tarzda уже professional bo'lib kirib kelganmiz. Bu yerda bizning chekimiz ancha katta bo'lgan, bilishingiz mumkin. Va biz bu yerda qanday ish qildik? Birinchi o'rinda biz ruscha kontentdan o'zbekcha kontentga ko'chirdik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bizdan oldingilar faqatgina ruscha kontent qilishgan, balki o'ylashgandir, rusiy zabon insonlar ko'proq shokolad xarid qiladi deb bilmadim. Biz analiz qilganmiz va analiz bo'yicha o'sha shokolad xarid qiladigan odamlar ham O'zbekistonni aholisi ham ko'proq o'zbekligini ularga ko'rsatib berganmiz va o'zbek kontentini qilishni boshlaganmiz. Bu bizning birinchi plyusimiz bo'lgan. Ikkinchisi, kontent marketingni stabil qilganmiz. Ya'ni bizdan oldingi jamoa kayfiyat bo'lganda, bir haftada bitta faqat aksiya bo'lganda postlar, reelslar qo'ysa, biz buni stabil holatga keltirganmiz va akkaunt qandaydir nima desa bo'ladi, axvatlari 500 ming, 600 minggacha yetganda, 5000 ta obunachi bo'lganda biz уже sekin aksiyalar qilishni boshlaganmiz, sotuvni ko'paytirish bo'yicha. Birinchi qilgan aksiyamiz bu Ramazon oyiga qilingan aksiya edi. Bu aksiya shartlariga ko'ra siz saharlik yoki iftorlik stolida Strobar tanovul qilayotganingizni storiesga qo'yishingiz kerak edi. Sovg'alar qanaqa bo'lgan? Birinchi o'ringa biz Umra safarini berganmiz, ikkinchi o'ringa texnika va qolgan o'rinlarga Strobardan sovg'alar berilgan. Ya'ni har bitta pozitsiyaga yaxshi sovg'alar qo'yilgani hisobiga juda ham katta auditoriya bilan ishlashga muvaffaq bo'lganmiz. Va ushbu aksiyamiz uchun biz katta blogerlar, ya'ni o'sha Bittimi jamoasi, Teacher Azam, Abdurahmon Fozilov kabi katta o'zining yo'nalishi bor blogerlar bilan ishladik va bu bizga o'zini natijasini olib keldi. Obunachi bizda ko'p bo'lmadi, lekin savdoni 3x ko'paytirganimizni bizga aniq qilib aytishdi. Hozirgi vaqtda 21 ming obunachi bor va ushbu Strobar keysdan keyin ayta olamanki, sizga agar aksiya shartlarini, mexanizatsiyasini va kerakli auditoriyaga bersangiz, aksiyangiz 100% ishlaydi va bu investitsiya kompaniyaga 3x bo'lib qaytib keladi. Bu chekni oshirish bo'yicha juda ham kichkina qisqa informatsiya edi. Katta ma'lumot, katta darslar sizni Digital Marketing 3.0 kursimizda kutib turibdi. Ushbu kursimiz iyulning o'rtasidan boshlanadi va aynan sizni u yerda kutib qolamiz, chunki u yerda biz nafaqat chekni oshirish, balki jamoa yig'ish, KPI qo'yish, oylik berish, content marketing, content strategiya, marketing asoslari, tahlil, ChatGPT, YouTube darslari sizni kutib turibdi. 16 ta dars, 2 oy intensiv dars bo'ladi. Bundan tashqari deyarli har kuni sizlar bilan uchrashamiz. Ushbu videoning tagida havola qoldirdik. Ushbu havolaga kirib registratsiya qilasiz va biz sizga telefon qilib ushbu kursimizni prezentatsiya qilib beramiz. Tezroq havola bo'yicha o'ting. Sizlar bilan Aziz Abdumajidov bo'ldi. Video darslik yoqqan bo'lsa, albatta like qo'yib, do'stlar bilan bo'lishni unutmang va izohlarda yozib qoldiring. Darslikda nima yoqdi-yu, nima yoqmadi.